siz sevadigan erkak sizni sevishiga ko'zingiz yetmayotgan bo'lsa, siz hech qachon unga nisbatan qadam bosmayman, yaqinlashmayman. Agar sizni o'sha erkak haqiqatdan ham sevadigan bo'lsa, siz hech qanaqa problemaga, hech qanaqa muammoga, hech qanaqa nimadirlar bo'lib ketishingizga qarab turmaydi. Erkak kishi qachon erkakligini isbotlaydi. Erkak kishi oilasiga, yaxshi ko'rgan insonlariga, sevgisiga, ota-onasiga, ya'ni o'zining opasiga, singlisiga e'tibori kuchli bo'lsa, o'shanda haqiqiy erkak bo'ladi. O'shaning uchun erkak kishiman deb yurgan erkak kishini ajratishni bilish kerak. Do'stini oldida o'zini ko'rsatayotgan, akalarini oldida, ukalarini oldida o'zini ko'rsatayotgan yoki bo'lmasam ishxonasida qanaqadir mansabli joylarida o'zini ko'rsatayotgan erkaklar bu erkak deyilmaydi. Erkak oilasiga muhabbati kuchli bo'lsa, o'shanda erkak kishi bo'ladi.